Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan fe'l nisbatlarini ko'rib o'tamiz. Fe'l nisbati nima? Bajaruvchining ish-harakatga munosabatiga fe'l nisbati deyiladi. Fe'l nisbatlari 5 ta. Birinchisi aniq nisbat, ikkinchisi o'zlik nisbat, uchinchisi majhul, to'rtinchisi orttirma nisbat va beshinchisi birgalik nisbat hisoblanadi. Aniq nisbatda nisbat hosil qiluvchi qo'shimcha yo'q. Asosni o'zi yoki asosga zamon shaxs son qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil qilinadi. Masalan, o'qidi, yozmoqchi fe'llarida o'qi, yoz asos, qo'shilgan qo'shimchalarimiz zamon hamda shaxs son. Bu bajaruvchi shaxs aniq bo'lganligi uchun aniq nisbat deb nomlaymiz. Ikkinchisi o'zlik nisbat. O'zlik nisbat qo'shimchalari n, in, l, il hisoblanadi. O'zlik nisbatda bajaruvchi shaxs ish-harakatni o'zi bilan aloqador bo'lgan holatda amalga oshiradi. Masalan, kiyindi, yuvindi fe'llarimizda kiymoq, yuvmoq asos hisoblanadi. Bu yerda in nisbat hosil qiluvchi qo'shimcha. Bundan ko'rinib turibdiki, insonning o'zi bilan aloqador bo'lganligi uchun kiyindi, yuvindi fe'llari o'zlik nisbatdagi fe'llardir. Uchinchisi majhul nisbat. Majhul nisbatning qo'shimchalari o'zlik nisbat bilan bir xil, n, in hamda l, il. Bu yerda majhul nisbat bilan o'zlik nisbatni qanday farqlaymiz? Majhul nisbatda ish-harakatni kimdir bajaradi, lekin biz uni aniq topa olmaymiz. Masalan, tozalandi, yuvildi fe'llarini olsak. Tozala asosi n qo'shimcha, yuv asosi il qo'shimcha. Va bu majhul nisbatni hosil qilgan. Sababi tozalandi, uylar tozalandi. Kimdir tozaladi, biz uni topa olmaymiz. Yuvildi, kirlar yuvildi. Kimdir amalga oshirgan, lekin bajaruvchi shaxs mavhum holatda ekanligi uchun biz bularni majhul nisbat deb olamiz. Orttirma nisbat qo'shimchalari t, tir, dir, gez, giz, qiz, gaz, gaz, qaz, sad hamda ir, ar hisoblanadi. Bular fe'l asoslariga orttirma nisbat qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi va bu yerda ish-harakatni bajaruvchi inson o'zi emas, balki kimgadir buyurish orqali amalga oshiradi. Masalan, o'qit desam, o'qi asosi t nisbat hosil qiluvchi qo'shimcha. Yurgiz desam, yur asosi giz nisbat qo'shimchasi. Bu yerda ko'rinib turibdi, o'qit, yurgiz deganda kimgadir buyruq ohangi bor. Birgalik nisbat qo'shimchalari sh, ish. Birgalik nisbatda ish-harakatni ko'pchilik birgalikda amalga oshiradi. Masalan, o'qishdi, yozishdi fe'llarida o'qi asosi sh qo'shimcha, yoz asos ish qo'shimcha. Ko'rinib turibdiki, bolalar o'qishdi desam ko'pchilik amalga oshirdi. Ular yozishdi desam birgalikda ko'pchilik ish-harakatni amalga oshirganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sh, ish qo'shimchasi harakat nomida ham bor. Ya'ni birgalik nisbat bilan harakat nomining sh, ish qo'shimchasi omonim shakldosh hisoblanadi. Buni keyingi mavzularda ko'rib o'tamiz. Agar siz ham bularning farqini o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizning darslarimizni kuzatishni